Kechirim unaqa so'ralmaydi. Qanaqa bo'ladi? Tiz cho'kib kechirim so'raladi. Haddingdan oshmayapsanmi? O'g'ling bilan eringni hayoti hozircha meni qo'limda. Shuni bir o'ylab ko'r. Shu bilan ko'ngling tinchiydimi? Ha, tinchiydi. Allohdan boshqa hech kimdan kechirim so'ramayman. Agar hozirgi kechirimni qabul qilmagan bo'lsang, u sening ishing. Tiz cho'k. Hech qachon. Erim bilan muammoingni o'zing kelishib olasan. Meni shunchalik qiynagan, oilamni buzgan ayolni oldida ikki dunyoda ham tiz cho'kmayman. O'g'ling uchun hammi? O'g'lim uchun ham. Sendagilarning oldida bosh egmayman.